Assalomu alaykum tog'a. Mana masjid pulli bitta 3-4 sinf bola masjid qurilsa yangi masjid beraman deb yiqqan ekan. Mana mashincha pulli masjid uchun olib kelib berdi aka. Masjidimizning xazinasiga mana shu kichkina bolaning ehsoni qo'shildi. Bitta duo qilib qo'ying tog'a. Amin. Allohim o'tganlarni Xudo rahmatda qilsin. Qolganlarni salomatda qilsin. O'zi kelajakda ikki tomon olimi qorisi bo'lsin. Amin. Qayga borsa yo'llarini ochiq qilsin. Zakot beradigan saxiy boylardan bo'lsin. Ikki dunyoda o'zidan boshqaga muhtoj qilsin. Aytganingiz kelsin, yo 2-sinf yo 3-sinf bola ekan, otasiga rahmat. Tog'a qarang, shuni ishlatmasdan qachon yangi masjid qurilsa mana ustiga yozgan ekan. Yangi masjid qurilsa beraman deb yozgan ekan. Mana omonat meni qo'limga keldi. Endi buxgalter tog'ani qo'llariga berib qo'yaman-da buni, tog'a. Barakasini topsin. Bizdaqa katta insonlarning qalbi, hali ko'r insonlarning qalbini ochib qo'ygan uchun o'sha bolaga rahmat, tog'a. Ancha bizni ko'zi ko'rib bo'lgan kattalarni ko'zimizni ochib qo'ydi. Xudo xolisa har bittamizni mana shunaqa ehson qilishlikka qodir qilib qo'ysin. Sizlar uchun masjidimiz darvozasi ochiq, hali bemalol ehsoninglarni olib kelib berishingni, yangi masjid qurilishiga o'z hissangizni qo'shishinglar mumkin.